Obunachilar, akalar, videoda oxirigacha ko'rib turing. Yaxshi daromad, pulimga pul qo'shaman deb yurgan obunachilarim uchun akada xolosa sifati zo'r, narxi arzonlardan keldi. Assalomu alaykum. Chorvoqda muntazam ravishda tasodifan ravishda kuzatib boruvchi hurmatli obunachilar, akalarda xolosa bugunga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar qishloq yig'ilgan akalar Saroq qishlog'idamiz, O'g'unjon akamizda xolosa katta hurmatdamiz akalar. Bugungi akalar yangi partiya qo'ziqo'chqo'rlarda xolosa zo'rlardan to'liq ma'lumotni xolosa narxlarni O'g'unjon akamizning o'zlaridan beramiz akalar. Bugungi sanamiz 31-iyul hafta kuni juma. Xolosa 2026-yil akalar. Assalomu alaykum. O'g'unjon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar charchamasin. Xudo xolasa juma kungi aksiya boshlandi ukam. Yangi partiyasi keldi, do'g'lar olindi. Yunglar olib tayyor qilib do'g'risi obunachi tayyor ukam. Xudo xolasa qo'ylar zo'r. Bunga necha partiya qo'yib chiqarib beramiz aka? Bugunga 4 partiya chiqaramiz. Ma'noli mazmunli. Do'g'risi liniyasi toza arzon qo'ylar chiqarib beraman aka. Eng muhimi arzon chiqarib berasiz aka. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar, bir qator ko'raverasizlar aka. Maqsad bitta olishmi, 10 ta olishmi? Pastdagi O'g'unjon akamiz nomerlariga bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar akalar. Aytilgan narxlar muhimmasida xolisa chiroyli narx o'tib berildi. Buni sonlari nechta ekan O'g'unjon aka? Ukam birinchi partiya 40 bosh. Birinchi partiyamizga sonlari 40 bosh mana. Xolisa oyoq tengligi, dumbarazlar kelishgan akalar. Dumbasi ham aka raketa dumba u mujmal qo'yib orasida akalar. O'zlaringizga bir qator ko'rasizlar xolasa. Bu yoshlancholikka beramiz aka. Ukam qo'rqmasdan 5-6 oylikqa olishaveradi to'qli variantda. 5-6 oylik to'qli variantda aka mana. O'ylar qarang aka, badanlari zo'rmi qo'ylar. Xolasa baliq aka. Bu qo'y zotingiz bormi aka? Siz qo'yib kelasiz. Arzon olib xalq duosini olsak mana shunday ko'karib uni o'siraveradi. Avval kuni ham chiqardi u spet qilib aka. Ukam xolasa. Robot ham jalb ishlamaydi. Ukam xolasa obunachilar bizdan mehnatimizga like bosib turinglar. Lekin aka, xolasa gap yo'q, otangizga emas, shunchalik ap kelib aka, avvalgina chiqardi bu. Timmasa ham kelib bu. Xolasa zo'rlar ekan aka. Ko'raverasizlar bir qator. Buni bo'ylarini nechaga beramiz aka? Uka 70 pilis. Bo'y material sotmaymiz, har doim aytamiz. 75 pilis minusga olishadi. Bo'ylar 70 pilisdan. Bu qo'ylar qarang akalar, maqtasangiz aka, xolasa voy, ertalabgacha maqtaymiz aka bu qo'ylarni, qo'ylar qarang aka, ko'zlar qarasangiz aka, ko'zlaringiz qonadigan qo'ylarni bir qator ko'raverasizlar. Buni aka dastlabkilari qanchaga beramiz? Ukam dastlabkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha ketaveradi aka, xolasa mana. Kimga yoqqan bo'lsa aka, ishqozlar tez shoshilib qolasizlar. Buni sonlari aka cheklangan miqdorda. Voy aka, qo'yida baraka olingda xolasa, baraka topasiz, barakasi ichida. Bu imkoningiz bo'lsa aka tepasiga kelib ko'ring-da xolasa. Voy telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin kelib ko'ring. Tavsiya qilaman. Da xolasa mana bir qator ko'raverasizlar. Oldi bosh kelishgan dangalar, balg'i bu aka bu. Aka da xolasa hammaga narxida taqalatda buni. Ukam narxi arzon. Limuzin variantlarida uzunligi, misol uchun dumbar adreslari, kalla garbonoslariga e'tibor bersin. Oyoqlarning baquvvatligini bunday ko'rsatib video davomida kami ko'rsa bo'lsa obunachilar kommentariyada yozishsin. Yozishsin-da aytsin. Mana yaxshi ko'rinmayapti. Misol uchun hammasini aytib video davomida yoritib boramiz. Xolasa mana. Aka bu bo'ladigan qo'ylar, xolasa qo'yni o'zingiz bilasiz. Kundan kunga sari o'saveradi bu. 5 kun oldin misol hozir 31-iyulda turgan bo'lsangiz ham aka 5 kundan keyin sotsangiz ham aka pulingizga pul qo'shiladi. Mana foydasi bor akalar. Optim joydan, arzon joydan tavsiya qilib qolaman aka. Narxini qanchaga beramiz voy O'g'unjon aka? Uka, narx navosi, xudo olsa arzon qo'yib beramiz. 200 ming, 300 ming emas. Oldi qochisi gap yo'q. 400 ming so'mdan arzoniga. Arzon. Bir joyga oldim deganga 3 million 700 ming so'mdan. Talla bosh 38 dan. Samarqandga jasabkasi besplatni. 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'm. 40 dazim bittasi. Mart oldimsa 3 million 700 ming so'm. Telefon qilsa chiroyli o'tib berasiz. Chorvoqdan ko'rib telefon qilyapmiz aka. Men aytgan narxingizga Mart odam qism uchun xayrini qilib beraman. Voy aka, aytgan narxingizga da xolasa tortishqoqman men. Bilyapsizmi aka? Tortishqoqman. Qo'y ko'taradi ukam. Ko'taradi aka, voy, to'rtsangiz ham ko'taradi, telefon qilsa chiroyli o'tib berasiz. Bo'ldi. Aloqa chiqsin, dolsa yetkazib olib borib beramiz. Xolasa otangizga rahmat akalar mana.
Ko'raverasizlar, xo'sa ishqozlar tez shoshilib aloqa chiqarasizlar bo'ladigan qo'ylar akalar. Mana pulimga pul qo'shaman, daromadni yaxshi qilaman deb xo'sa yaxshi daromad qiladigan qo'ylar akalar. O'zim shaxsan tavsiya qilaman aka. Oyiga 1 donadanmi, 2 donadan tashab qo'ying. Aka, bitta olaman deganga odam ajratish yo'qmi, ishqilib? Aka, bizda o'ychi yo'q. Dastlabkasini ham, masalan, pul narxini olsam o'ynamaydi. Rozitingizni olib beramiz. Aka, bo'ldi. Gap qo'ylaringiz 37 ham ko'taradi, lekin obunachilarimizga o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Uka, xudo xolisa, qo'ylar baraka toping aka. Qo'ylar kundan kunga yiriklashib boryapti, o'tlar pishdi, xudo xolisa. Bir malla emas, yarim misol bir quchoq berilsa ham o'sha bir mallani quvvatini beradigan yemga yetib keldi misol. Rasxoti az o'zirik bo'lib ketadigan variantlardan uka yo'lida qilib beryapmiz. Xudo xolisa 37 yomon narx etmadi. Voy, aka, chiroylatdingiz, gapi otangizga rahmat. Xudo xolisa tushib bermasangiz bo'lmaydi, obunachilarimiz. Maza qilsin bor-ku, kommentga paddeshka qilib, xudo xolisa otangga rahmat deb. Voy aka, tomchi ko'l berur aka. Bo'ldi, agar kommentarda yaxshi fikrlarni bildirib, bitta like boshqa 100 ming so'mdan 50 qilman. Unaktivar akalar, mana 3 million 600 ming so'mdan akalar, xudo xolisa tez shoshilib aloqa chiqarasizlar. Navbatimizda ikkinchi partiyamizga beramiz. Like bosib aka obuna bo'lib qo'ying. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga bundaqa ayqonlardan izlab yurgan obunachilarimizga xudo xolisa sifat sorti zo'r toza kashtanlaridan keldi akalar mana. Bir qator ko'rasiz, yoqqaningiz screenshot qilmay imkoningiz bo'lsa aka, hammasini bir joyga torting aka. Xudo xolisa baraka topasiz, barakasi ichida aka. Kelsangiz aka, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Buni sonlarini bosh aka berdi. Ukam soni 8 dona. Soni 8 dona mana. Mazmunli. Bu so'ragan obunachilaringga. O'sha zo'ridan olib kelmang, zo'r qo'y boqay. Yaxshi daromad qiladiganlar uchun. Mana hurmatli obunachilar, qo'yda baraka oling. Mana oling, sababini qilib boqing aka, oxirini yaxshilab, mehrni berib aka boqsangiz, bor, rezultatni beraveradi. Pulingizga pul qo'shadi mana. Damazimni mali bu qilaman degan obunachilarimizga aka. Xudo xolisa ukam 1-2 qilaman degan obunachilar bo'lsa, do'st aloqaga chiqishaveradi, narx-navosini o'ta yengil qilib beramiz. Buni aka bo'ybasini nechaga beramiz? Bo'ylari 75 plus minus. Bo'ylari 75 plus minus atrofida olaverasizlar keladi. To'qli variantlardan. To'qli bu ham aka. Mana bir qator dumba boshi ham kelishgan akalar, oyoq kengligi yaxshi qo'ylar akalar. Tavsiya qilib bo'laman aka. Siz olsangiz xursand bo'lamiz aka. Yana kelasiz, xudo xolisa baraka topasiz, bor-ku. Kelib qolsangiz aka, yana kelaverasiz biroyda, Ha, xudo xolisa qilishora mana. Quloq so'ragan obunachilar qulog'i var, yirik variantlar. Liniyasi tozasidan uka. Bu xudo xolisa aka, dastlabkilarni qancha qilib beramiz bularni? Dastlabkasi 10 ta o'layotgan. 10 ta olib ketaveradi aka. Oldim desa 10 ta o'layotgan. Bu aka, o'ylanmang aka. U vaqt o'tadi, odam yutaveradi kundan sari aka. Odam aka kundan sari xudo xolisa qo'yga pul qo'shilaverasiz. O'ylab yuribsiz aka, narxi qalay ekan deb o'ylab yuribsiz. Men o'zim aytalaman aka, 2300 ming so'm arzon aka. Xudo xolisa telefon qilaverasizlar. Siz bo'ladigan qo'ylar akalar. Bu yebish necha kun garantiya beramiz aka? Uka, yebishiga 10 kun sinamog'i bor. 10 kun. Puli qancha? Puli uka bir joyga oldim degan martaga 4,2 mingdan. Ey! Ha. Nima deyapsiz aka, indamasa ey. Uka, o'zi 8 dona saralab olganman. Yaxshi, qo'ylaringiz yaxshi, narxini tushib berasiz obunachilarimizga. Bir joyga oldim deganga 41 dan. 4 million 100 ming so'mdan ketdi mana aka. Voy, obunachilarimizga bo'lyapti aka, har safar chiqaryapsiz qo'ylarni, sotilyapti mana, yana chiqaryapmiz aka. Bo'ldi, o'g'linga soting Alloh barakasini 4 million 100 ming so'mdan o'nakta bo'layotgan. Ey, 4 million 200 ming so'm. 4 million so'mdan aka, adashib ketdim. 4 million 100 dan. 4 million so'mdan aka. Voy, boshidagi lavz qilib xudo xolasa siz ham lavz qilib qo'ydingiz aka, arzon bo'ladi. 200 ming 300 ming so'mdan arzon bo'ladi. Lavz qildim aka. Bor aka. Barakasi bersin akalar. Xudo xolasa narxiga arziydi aka. Voy, yana tushib bering aka. Odamni xursand qilib. Odamlar bet bo'lsin, Dilshodbek. Tushib bering, biz bilmaymiz aka. 39 dan olsin. 39 dan? Voy aka, 38 dan olsin. 3 million 800 ming so'mdan. Voy, men torishmasam umuman bo'lmaydi aka. Bor, dangala o'sha 38 dan lavz aka. O'nakta o'layotgan bizib. Ketaveradi. Otangizga rahmat akalar. Voy, endi ha, mart bo'ldimi 400 ming so'm arzon qilib beraman mana 400 ming so'm. Voy, mana haqiqatda aka, voy 3-400 mingdan arzon aka. Xudo xolasa tez shoshilib aloqa chiqaverasiz mana.
Oling aka, baraka topasiz. Navbatimizda 3-partiyamizga beramiz. Tez shoshilib aloqa chiqarsa sonlari cheklangan miqdorda. 3-partiyamizga aka mana yeriklardan pul arzonlardan so'ragan obunachilarimizga sonlar necha bosh aka beyda? Soni az bilamiz. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. 9 ta, 11 ta. Son 11 bosh. Mana bir qator ko'rasizlar akalar, xohlasa bo'ladigan qo'ylar akalar. Buning bo'y basini nechaga beramiz aka? Aka 70 pulga olishaveradi. 70 pulsa aka mana. Bir qator suv toza aka, toza qonli, xohlasa tez shoshilib aloqa chiqarasizlar. Yoshini necha beramiz aka bularni? Tushunmadim. Yosh oyligi. Yosh oylig'i uka 4-5 oylik qolishi. 4-5 oyligi aka. Dastavkasi 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatgacha shoh borlarni xohlasa aka, go'sht yo'nalishga tavsiya qilib qolamiz aka. Uka go'sht yog' yo'nalishi tavsiya qilinaveradi. Buning narxini sirasi 42 dolar emas yerikligidan. Narx arzon. 42 dan ham. Ha. Lekin aka, birinchi, ikkinchi partiyadan ozgina yirik ekan. Yerigu lekin shoqi borlicha hisoblab arzon qo'yib beraman. Arzon qo'yib berasiz. Qancha? 36 dan ketaveradi. Voy, 3.600 dan bu. 3.600 dan. Voy, menga shok narx qo'yapsiz. Ha, uka qo'yib kelaveramiz. Misol ikkinchi qo'ra ham to'ldi. U mana bilasizlar, ikkita qo'ramiz bor. Ikkita bu ikkinchi qo'ra, hurmatli obunachilar, biz kuzatib turganlar o'zi biladi. Biladi, obunachilar misol ikkala qo'ramiz ham to'la, misol o'shaning uchun arzon qo'yib qo'rani bo'shatish kerak uka. Ha, bo'ldi endi. Chiroyli o'tib bering aka. O'zi 36 yomon narx emas uka. Voy aka, yaxshi narx qo'ydingiz. Obunachilarimizga tushib berasiz. Bor-ku, bozordan arzon qo'yapmiz obunachilar. Aha. Qanchadan qilib berasiz aka bir? Dadil o'tgan bola. 3.5 12 ta viloyatga, 7 olib beraman. Ketaveradi. 12 ta viloyatga. Otangiz yaramat akalar. Voy, 3 million 500 ming so'mdan mana tez shoshilib aloqa chiqadigan joy. Shu narxda ham eshitib aka olmasangiz aka, voy. Qo'y olish niyatlari yo'q ekan. Ha, mana. Mashlar telefon qilyapti, mana bunday vaziyatda ololmay qolamiz, bor uzr so'raymiz. Mana hurmatli obunachilar, birinchi partiya ham, ikkinchi partiya ham yoqdimi aka? Narx yoqmayaptimi aka? Kommentga arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat, mana realni yozib qo'ying, qimmat bo'lsa yana chiroyli ham bor aka. Ha, xayrini o'tib beramiz. Akalar, navbatimizda 4-partiyamizga beramiz. Mana akalar, so'nggi partiyamizga mana so'liq olib yaxshi daromad qilaman degan obunachilarimizga mana yaxshi daromad qiladigan so'liqlarni xohlasa metrajnilardan keladilar. Sonlarchi bosh aka beyda? Soni 9 ta aka. Soni 9 bosh aka mana. Bu aka qisirga beramizmi yo bo'g'ozmi? Aka. O'zi bo'g'oz, qisir narxda qo'yib beraman. O'zi bo'g'oz. O'zi bo'g'oz, qisir narxda qo'yib beraman. Yo'q. Otangiz berasiz akalar. Soni 9 donada xohlasa akalar bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz aka, orasida qo'shqar yurgan, xohlasa. Mana yelim qo'chqib bo'ldi aka. Mana o'zi yelim qo'zg'ab qolibdi, uni tag ostilarni ko'rayotgan bo'lsalar, hurmatli obunachilar mana. Bir qator yaltirab lappulla yuribdi aka. Aka, yana bitta sizga tavsiya qilib qolaman. Hozirgi kunda shu xohlasa arzon narxda oling, qishda bo'g'oz sezonda xohlasa 9 milliondan so'rab olib ketishyapti buni bo'g'oz. Misol bir oy kutsa, hozir bir oy 1.5 oy. Misol 9 million, 8.5 million sotiladi. Unaqa emas. Xudo xolasa obunachilar arzon qilib yetkazib olib beramiz. Xohlasa bir qator joyga mark chiqsin. 5 milliondan yetkazib olib beraman, optimga. 5 million so'mni optimga. Telefon qilsa chiroyli ham, xayrsiz sunnatiga ham o'tib berasiz. Otangizga rahmat aka. Xohlasa narx o'ta arzon qo'ydilar, o'zim aytaman aka. Arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat yozib kommentga o'z fikringizni qoldiring. Yana bitta gap akalar. Bizni qayerdan qayerdan kuzatyapti? Andijonmi, Farg'onami? Xohlasa kommentda yozib qo'yinglar. Shu ham aka bizga qiziqda. To'g'ri. Aha. Andijonliklarga bittadan martiga yo'lda qilib beraman. Qo'qon, Farg'ona, Toshkentda xohlasa akalar. Telefon qilib, like bosib, obuna bo'lib qo'shishni unutmaysizlar. Dastlabkasi qayercha buni ham O'zbekiston bo'ylabmi? 12 ta bo'ylab. Yeb-ichiga bir hafta sinov bor. Bir hafta sinov bor akalar, yo'tal kasali yo'q. Birinchi partiya ham 4-chi partiyaga ketadi, xolos. Ishonchli o'dan aka. O'g'injon akamiz o'zi taniganlar bilsa kerak akalar, tavsiya qilib qolaman. Tez shoshilib aloqa chiqarsizlar, xohlasa aka shu bilan o'ta qulay. Yakunladim videolarni. Kunda yakunlab, xulosa ikkinchi qo'ra ketdi aka. Xohlasa akalar. Shu bilan akalar videoni yakunladik. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Hamma Alloh taolo chorvasiga barakat bersin.